O'g'lini dedi, itlar yeb tashlabdi dedi. Shunaqa yomon bo'ldi, uxlamadim. Birov bolasini yuvib, tarab, uyqusiz tongda ottirib itga yem qiladi, axir o'ylab ko'ring. Boshpanasiz daydi itlar g'ajishi oqibatida vafot etgan 8 yoshli bolakayning jonsiz holatdagi tanasi aynan mana shu hududdan topilgan. Xabaringiz bor, biz ko'rsatuvimizning avvalgi sonlarida ushbu dahshatli voqea haqida lavha efirga uzatgan edik. Bugun esa mazkur holat yuzasidan jurnalistik surishtiruv o'tkazamiz. Millar daydi kuchuklar muammosini o'rganish maqsadida Angren shahriga yetib keldi. Uxlamadim o'sha kuni. Shokka tushib qoldim. Harigacha shokdaman. Itlar kelganda u bola yolg'iz bo'lgan. Uni yuragi chiqib ketgan. Tishlab tashlagan deydi. Akasi ko'ribdi, yotgan holida betini yopib olgan ekan, kiyimidan tanigan akasi. Betini tishlangan bo'lgan, ko'zi o'yilgan, miyasini o'yib tashlagan bo'lgan. O'g'lini dedi, itlar yeb tashlabdi dedi. Shunaqa yomon bo'ldi. Uxlamadim, to'rgacha uxlamadim. O'zim yozdim internetga. O'rganishlarimiz davomida ma'lum bo'lishicha, 8 yoshli bola 34-maktabdan uyiga qisqa yo'l orqali qaytayotgan bo'lgan va kutilmaganda daydi itlar hujumiga uchragan. Ming afsuski, olgan og'ir jarohatlari sababli bola aynan mana shu joyda hayotdan ko'z yumgan. Bilasizmi, o'z qanaqa ahvoldamiz? Bu uyga kirib, qaytasan. Yoqqa qayt. Ana it kelyapti. O'sha hammasi qo'rqoq bo'lib qolgan. Bolalar tugul o'zimiz 3 yildan beri murojaat qilinyapti-yu. Hatto katta odamga tashlanadigan it qanaqasiga bolaga tashlanmaydi. Gala-gala itlar juda ham ko'p. Hozir tutib olib ketishyapti, lekin kelib qolyapti shu itlar. Mo'jda olib chiqib kelayotgandir volontyorlari. 2 yildan beri guvohman, mana shu itlarni yo'qotaman deb raisimiz harakat qiladi. Bular ovlab olib ketyapti. Mana bu nimalar, volontyorlar borib yana qaytarib olib kelyapti, biz bilmaymiz-da bu narsani. Aniqlik kiritilishicha, marhum bola aynan mana shu ko'p qavatli xonadonlarning birida istiqomat qilgan. Ayni kunlarda Bekobod tumanida ta'ziya marosimi bo'lib o'tayotganligi sababli biz oila vakillari bilan suhbatlasha olmadik, lekin bir jihat bizni e'tiborimizni tortdi. Bola yashaydigan uy va uning oldidagi 12-maktab, lekin bola uydan ancha uzoqda joylashgan 34-maktab tahsil olgan. 8 yoshli bolaning amakisini bizga murojaat qilishicha, ona farzandini uyga yaqin joylashgan 12-maktabga qabul qilinishini so'rab bir necha marotaba og'zaki ravishda murojaat qilgan ekan, lekin negadir bola ushbu maktabga qabul qilinmagan. Men bitta narsaga hayronman. Nimaga bu bola mana shu maktab yonida turib boshqa hududda o'qiydi? Nimaga maktabga olmagan? 3 marta murojaat qilgan ekan. Mana shu yerda o'qisa shu ish bo'lmas edi. O'sha qo'yib yuboradigan joyiga borib o'shalarga chora ko'rish kerak. Mana bu boqadigan volontyorlarga ham shtraf bilan ham qutulolmaydigan choralar ko'rish kerak. Shtrafini borib to'lab keladi, yana itini yetaklab ko'cha-ko'yda yuradi. Axir bolalar yuradi bu domda oldida. Itlar bog'i bo'lib ketdi haqiqatan ham-da. Sizlar internetga chiqarganlaringizdan keyin olib ketishgandi. Nechta itlarni o'sha kuni mana bo'yi yana it. Mana shu maktab olsa bo'ladi. Maktab yonimizda, 12-maktab yonimizda. Ustoz aytibdi, akalarimdan berib yuborardim dedi. Bu bizga qorong'i. Akasi izlab borganda bu bola o'zi o'lib bo'lgan. Jon taslim qilib bo'lgan bu bola. Bolani katta qilasan, hech kimning boshiga tushmasin. O'sha bola o'tib kelayotgan bo'lgan. Bunday qarasangiz yem bo'ldi bola. Bu narsani yopdi qilishdan oldin odam chorasini ko'rish kerak. Shunga iltimos chora ko'rilsin. Havo qorlik, bulutli bo'lgani uchun, yomg'ir bo'lgani uchun bola qisqa yo'l bilan kesib o'tganda shu yo'lni. Aslida asosiy yo'l bu emas, asosiy yo'l katta yo'limiz bor. Mana shu holat bo'lgancha ham biz rosa kurashganmiz. Ana shu it boqadiganlarimiz ko'pda, volontyorlarimiz ko'p. Itlarni ham tutadi, ushlab olib ketadi, lekin u itlar yana qaytib kelib qolyapti-da yoki qo'yib yuboryaptimi? Zayavka tushyapti mahalladan, itni ushlab biz priютga olib boryapmiz. Bizdan Angren hayot bor, unaqani priют. Uni joyi yaxshi emas. Ulardan pastda yana itlar qochyapti, yana g'alaba tushyapti mahalladan. Shu ushlagan itlar yana u joydan yuryapti-da. Iltimosim bo'lardi. Mana shu itni ushlab ketgandan keyin o'sha yerda qo'yib yubormasa-da, to'g'ri biz ham uni itlarni o'ldirishga yoki boshqasiga qarshimiz. Shahar hokimimiz ham qattiq nazoratga olgan. Polis mana shu to'siladi, fuqarolar yurmaydigan joy bo'ladi. Volontyorlar bor, ovqat beryapti. Ovqatni bersa qayoqqa ketadi? Hech qayerga ketmayapti. Demak, daydi itlarni boqadiganlar bor bu yerda. Bor. Bugun 9-chislku.
damku biz ishlayapmiz. Biz nafaqat Angren shahar, balki respublikamizning barcha hududlaridagi mas'ullardan boshpanasiz daydi kuchuklar muammosiga jiddiy e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz. Maqsadimiz hech kimning farzandi daydi kuchuklar hujumiga uchramasin. Millar dasturi 8 yoshli bolaning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiradi. Ko'rsatuvimiz mazkur muammoni ham o'z nazoratiga oladi.